Meningcha, eldeki bütün qo'shinni Amu daryosi bo'yiga o'rlashtiraylik. Shunda qilsak, tabiiy to'siqlardan foydalanib, Chingizxonning hujumini to'sib qala olamiz. Toshqan sifat Mo'ng'ul otlari Amu daryosidan uchib o'talamidi, ha? Chingizxonning Mo'ng'ul otlari Amu daryosidan o'tamizla, cheriklarni faqat kechiklarni saqlashga o'rlashtirib qo'ysaqlar, xotirjam bo'lamiz. Bo'lmasa dakki-dukida qoladigan gapda. İş tugagandan keyin ziyoda oshirayotganligimiz uchun el jamoatning kulkisiga qolmaylik yana. Mening ko'nglim sizlardek uncha xotirjam emas. Mo'ng'ullar rostla har qaysilar degandek shuncha hamoqatmidi? To'xtang. Bu gapni men degan emas. Chingizxonning yondosh elchisi bizga el bo'lgan Samandar degan. Uning gapiga ishinib ketgili bo'lmaydi. Bilishimcha Chingizxon odam ishlatishga bak ustgan. U qo'shin tatib Mo'ng'ul dalasini birlikka keltirgandan boshlab sarkardalarning birisimi uningda yuz o'rmabdi. Kim biladi, bu Samandar bizni ahmoq qilib atamdi texi. Bo'ldi, talashmanglar. Eng yaxshisi bu qatim duch keladigan urushga bo'lgan fikringizni deb beqing. Fikrim nihoyat oddiy. Eldagi barliq qo'shinni Amu daryosi bo'yiga o'rlashtirish fikriga qo'shilaman. Lekin bunda qilganimiz mudofaa uchun emas. Balki Chingizxonning yiroq yo'lini besib, erib holidan ketgan qo'shinining oyog'i yagitapkicha bir yo'lila atlanib, g'ol qo'shinini yo'qitib, Chingizxonni tirik tutish uchun. Qo'shinni o'rlashtirib dushmanni daryo bo'yida yo'qotish fikriga men qo'shilaman. Sulton oliylari qaror bergaylar. Buningdan boshqa yaxshiroq chora yo'qmi? Men Amu daryosi bo'yida Chingizxon bilan jon tikib elish fikriga qo'shilmayman. Navoda Chingizxonga yengilib qolsak, elimiz biroqla halok bo'lmamdi. Shuning uchun dushmanni bu yoqqa qo'yib etib, bepoyon zaminimizda alsirtib, parchalab, ondan bir-birlab yo'qotsak degan fikrdiman. Undaqda fuqarolarimiz qanday qildi? Bu gapchi bo'lganda Chingizxonmi bizni bir-birlab yo'qotsichu? Meningcha, yanala Amu daryosi bo'yiga chiriklarni mudofaaga o'rlashtirganimiz tuzuk. Bo'ldi bas. Bu gap mushagicha bo'lsin. Baribir Mo'ng'ullar Amu daryosiga yetib kelguncha xeyli vaqt ketadi. Chora qilishga yana yetarlik vaqt bor. Ulu qag'an, Chilag'o Tang'ut elakni xabar akepti. Ulu qag'an, Qula xatun. Tang'utlarning qo'shini qachon keladi ekan? Ular kamaydigan bo'ldi. Ha? Nimishqa? Tang'ut xoni biz bilan kun petishga otilinishni rad qildi. U o'ng so'l qanotlari bo'layda va'da qilgan emasmidi? Nimishqa o'zi turmidi? Tang'ut xoni nim dedi? Chingizxon o'zini bu jonda tangdishimi yo'q deb maydisiga urgan. Dushmaniga o'z yolg'iz jazo yurish qilsin. Bizni nimishqa shon sharpiga sherik qiladi ekan dedi. Nima? U meni masxir qilib ko'ptimi? Ulu qag'an, ochiqlanmag'aylar. Tang'ut xoni nafni ko'sa vijdonni unutadigan nima? Bugun Mo'ng'ullar bilan birlashib Oltin xonligiga jazo yurish qilsa, atisi Oltin xonligi bilan aplashib qilib tartiq talab qiladi. O'g'ini yana So'ng xonligini chillab Oltin xonligiga jazo yurish qiladi. Bunda uchiga chiqqan sharmanda odamga chechilib nima qiladilar? Uning mijozi hozir tushib ketyapti. Mushundaq ketaversa, o'zini oldirib qo'yamikin deb ansirayapman. U Changchu naqsat cho'chochiga bak talmurib ketyapti. Mengan bilan yo'lliq oqay menga vakolatan taklifnoma yozib, uni taklif qilg'ili ishandonga ketdi. Changchu naqsat nasihat qilgan bo'lsa, ehtimol o'ngishilib qolar edi. Ulug' qag'anning ko'ngliga to'yin dinining pinhonligi aram baxsh etdi. Hey, o'giday. Dadangizga bir amal qila olamsiz. Men urinib baqay. Qag'an ata. Shunbama. Qag'an ata. Sizlarning qalblik jang qilish qoidalarini o'rganay deyman. Gulxoy yiqib, cho'chitish chorasini Naymanlarga hujum qilganda qo'llandilar. Qunalg'iga tushganda har bir odamga 5 yaga gulxon yoqqizib tayanxonni qo'qitib etdilar. Markazga qadilib kirish chorasini naqo'yar urishda qo'llandilar. Sizlar 3 qo'shinni tang atlantirganda bir qo'shinni dushmanning sepiga nayzida qadilib kirishga buyurdilar. Yana yurigini sug'urish chorasini qo'llandilar. Qo'y so'yganda qo'sig'ini tilib yurigini sug'urib olgandek, xilchirik jasur sarkarlarni atlantirib dushmanning qo'mondonlik tug'ini tatib oldilar. Hunagan davnidagi Altun xonliqning 40 tuman kishi qo'shinni mag'lub qilish urushida mush chorini qo'llandilar. Endi bu qitim Xorazmga hujum qilishda qaysi chorini qo'llanmoqchi bo'lib atadilar.
Quyundek atılış çaresini kullanaymiken deyman. Qo'shinim qo'zg'almasiga mayli edi. Ammo qo'zg'algan ekan, ming chaqirim nerdimmi quyundek qo'zg'alib, xuddi osmonda aylanib yurgan lochin o'ljiq tuyuqsiz etilgandek, o'qdek etilib berib, dushmanni qamollash kerak. Oy, Sultan Alileri. Nemishqi farmonimni yetkizmay, texchi bu yerda tursiz. Düşmanni qanday yo'qotish to'g'risida texi bir qarorga kelmadilar. Dushmanni yo'qotish tadbirimi? Heliqi. Nimeydi? Heli 40 tuman chavandoz bilan 30 tuman sarvozimizni Amur daryosi bo'yiga o'rlashtirib, Chingizxon bilan jon tikib ilishsaq deyman. Qo'shinni tarqaqlashtirsak bo'lmaydi. Atalmish dushmanni aldab kirgizish chorasini qo'llansak bo'lmaydi. Unda qilsak o'zimiz halok bo'lamiz. Buni menmi bilaman. O'g'lim Jaloliddin tantaklik qilyotdi. Mo'ng'ullarni yangmak shuncha osonmidi? Bo'ldi, charchab qoldim. Amir baglarga farmonimni yetkazing. Bo'ladi. Hürmetlik Emir Beyler, gepimga quloq selinglar. Sultan alilerining mijoz bo'lmag'achqa o'rdiga chiqamadi. Lekin Tangri egam Sultan alileriga bu urushda cho'qim bizning yengadiganligimizdan bishorat beribdi. Sultan alileri elimizdan Mo'ng'ullardan 3 ko'p g'olib qo'shiniga qo'mondonlik qilib, Chingizxonni mag'lub qilmoqchi bo'lyapti. Bu qitimqi urushni u mundaq o'rlashtirdi. 11 tuman kishilik qo'shinga sultonimiz o'zi Botir cho'ng o'g'li Jaloliddin bilan qo'mondonlik qilib, yangi poytaxtimiz Samarqandni qo'g'dimoqchi. Qolgan qo'shinlarga sizlar qo'mondonlik qilib, o'z tavalliklarini qo'g'daysizlar. Hurmatli Qohirxon janoblari, Sultan alilleri aniq aytdi. Bu qitimqi urushga dastlabda janobingiz sababkor bo'lganingiz uchun kelgulik sizning o'trar shahringizga kelishi mumkin. Şuna Sultan alilleri o'zining navri aksi Qarichaxonni tuman kishilik qo'shin bilan janobingizga hamdamda bo'lib, o'trar shahrini qo'g'dashga o'rlashtirdi. Menimi? Emir Beyler, tayyorliqlarni qilinglar. Hürmetlik serkerde, qanada peqna. Eliq oshko'z Qohirxon Mo'ng'ul savdogarlardan bulib olgan javohiratlarni menga bir donimi bermay o'zi tiqib oldi. Mana endi Mo'ng'ullar besib kelganda yemagan mantining pulini men to'lamdiganman. Bu Sultan bilan Valid Buzurgning farmoni. Farmonga qarshi turmoqchimisiz? Terisiga patmay qolgan odam sharmanda bo'lay desa, birdamlikla ishgan. Nadan o'z beshimchixon validisi bilan takabbur tuturuqsiz sultonning qo'liga qopdimiz. Elimiz ularning qo'lida vayron bo'ladigan o'xshaydi. Shunga xalqimizning hayoti bilan mol-mulklarining ham elimizning bo'g'isi baloyi ofatdan xoli bo'lish uchun al-yurt avam xalqni qutuldirish mas'uliyatini siz ustingizga olmasangiz bo'lmag'idek. Men valiahdlikdan mahrum bo'lgan. Shunga faqat qo'limdagi shamsharni idora qila olmayman. Baya Şah atınızga teklimingizni aytdim. Ya'ni 40 tuman chavandoz bilan 30 tuman sarvozni chegirimizning sirtidagi Qorqitonlar, Uyg'urlar, Naymanlar tavasiga o'rlashtirib Chingizxon bilan jon tikib elishish, o'zimizni o'limga tutib bermaslik uchun qo'shinni mudofaaga tarqaqlashtirmaslik to'g'risidagi teklimingizni dedim. Lekin Shah atınız faqat unimadi. Uning yuragini heliqi Jaba deydigan Mo'ng'ul ezvatgan o'xshaydi. Qarab turing. Chingizxon yayloq, qarliq tog' va cheksiz cho'llarni besib o'tib kelguncha xeyli vaqt ketadi. Ana shu chaqda andin Shah atam qarorini o'zgartirishga majbur bo'ladi. Iloyim, shunda qilishga ulgurgaymiz.
saxovatchilarim hurmatli qiladigan bo'ldim. Rahib Kalan hazratları, Changchun Aqsat Cho'cho'ji patardi yo'lga chiqalam. Kechiringlar. Hazratim bu yerda nom o'qib, taat ibodat qiladi. Bu jahonning ishlariga aralashmaydi. İlgirma Altın xalqining elchisi ham Xonan tutqavli ibodatxonamizga hazratni taklif qilib odam avatib ekan. Keyin yana So'ng xalqidan Li Chuan Pingyi bilan al ishlariga hamdamda bo'lish berishga hazratimni taklif qilib keldi ekan. Lekin hazratim ularni chiroyliqcha yo'lga soldi. Rahib hazratları, men yo'lliga qayning so'zi qarqimigan o'xshaydi. Lekin menda Chingizxonning farmoni ham yo'lvos boshliq oltin tabdak bor. Qog'onimizning danishmanlarga bo'lgan tashnaligini nazarda tutib, Hazrati Aqsat men bilan kun petishga billa mangan bo'lsa, Peqirningmi, Chingizxonningmi umidi yerda qolmas edi. Hech vaqasi yo'q. Hazratim bir parcha xat yozib berdi. Ig'ir ko'may qog'onlarga topshirib bergaysizlar. Yo'lga qaqay. Bo'ldi ketaylik. Shuncha yiroq yerdan Layjo Aymiqiga kelsak, bu Changchun Aqsat oldimizga chiqibmi qo'ymadi. Ular qog'onga nima deymiz? Yo'lga janoblari, maysinib ketmang. Chaqirsaqli keynimizdan mangsa, uni qandoq Changchun Aqsat Cho'cho'ji degili bo'ladi. Bu gapchi bo'lganda yo'l bo'yidagi o'tanglardan chaparman mangdirib, kun petishga ketayotgan Chingizxonga darhol iltijo qilib, yana bir farmon bitkizing. Yana kelib, bu farmonni eng yaxshisi yo'lliq cho'sa yezib bersin. Buningga unhami? Yana unimisa, uning Changchun Aqsat Cho'cho'ji bo'g'ini qursin. Düşman eğer 40 tümen kişilik uluk qo'shinni Amo daryosi bo'yiga oralashtirib, biz bilan jon tikib elishgan bo'lsa, 20 necha tümen kişilik qo'shinimiz bu yerga hariz yetib kelmaydi. Lekin ular unda qilmabdi. 11 tümen cherikni yangi poytaxt Samarqandni qo'g'dashga, 10 tümen cherikni koni poytaxt Urganish bilan Xon validisini qo'g'dashga oralashtiribdi. Qolganlarini bir-birlab yo'qotishimizga osonlik yaratib, har qaysi shaharlarga tarqoqlashtirib yetibdi. Kun chiqishdiki bu O'tirar shahrining cheriklari har holda jiqgan. 30 tümen 20 necha tümen cherikimizni hargizmi bu yerda ularning 30 tümen cherikining tizginda qoldirsak bo'lmaydi. Yana kelib otlarimiz sepillarga chiqolmaydi. Şuna qo'shinni 4 yo'lga bo'lmoqchiman. Chog'atay o'g'adaynlarni qoldirib, Jaba, Qubulay, Jalmalarni elib, O'tirar shahriga hujumga o'taman. Qolgan 3 yo'llik qo'shinimiz ayrim holda ularning boshqa shahar bozorlarini oladi. U yerlarni olgandan keyin yangi poytaxt Samarqand uchirishimiz. Dushmanning yuragiga qadalib, o'zini cho'ngchiqlaydigan eliq takabbur sultonni tirik tutimiz. Mayli hozirgi zamon urushi yoki qadimki zamon urushida bo'lsin, vaqtni qo'lga keltirgandala tashabbuskorlikni qo'lga keltirgili bo'ladi. Vaqtga erishgandala orliqni qisqartqili bo'ladi. Chingizxonning raqiblari yana xeyli uzun vaqtdan keyin aran yetib kelalaydi deb faraz qilgan Mo'ng'ul qo'shini O'tirar shahrida tuyuqsizla paydo bo'ldi. Mo'ng'ul qo'shini rast ketdimi? Xatolashmagansiz. Mingan otlari qarsingizni bilasiz. Ularning minganlari ot emas, burk to'qmamdi. Nima degan chapsan kelgan? Qo'tni o'tdan etdinglarmi? Obdan etdik. Endi esingiz kelgan bo'lsa, Mo'ng'ullar allaqachon ko'chlarida qaynab ketgan bo'ladi. Ularning buncha bilan tez keladiganligini kim bilsin? Osmondan tushmagandi u, ha? $500 Mo'ng'ul savdogarini o'ltirib etib, 50 tümen kişilik yovni chillab keldingiz. Mana bu siz tergan bola. Mening o'ltirganim Mo'ng'ul ayoqchilari. Buni Chingizxonga o'zingiz tushundiring. Mo'ng'ul qo'shinining O'tirar shahrida qilgan hujumiga shaharni qo'g'dirg'ichi sarkarda cheriklar jon tikib qarishliq ko'rsatganlikdan
hujum mag'lubiyatga uchradi. Uzun o'tmay Chingizxonning ulug' qo'shini 3-cho'ng shahar Buxoroga yetib kelgandan keyin qo'richi Samandarni elchilikka avatib, bu shaharning amiri Kuchliqonni el bo'lishga da'vat qildi. Biraylan, uzun o'tmay biz yashayotgan bu joydagi bir shahar boshqalar tarafidan bo'ysundiriladi. Bu shahar bizning mushu joy shu deb bishorat bergan edi. Amdilikda boshqa kelgan balo qazodan qochib qutulamaydigan o'xshaymiz. Hurmatli imom hazratlari, bundaq bishorat berilganligini ajab ma'lumotdi mana. Bu o'zingiz topgan gap emas-ku. Ajiba, siz Chingizxonning cheriklari saldak besib kelib, bu yana g'arq qilib o'tmoqchi bo'layotganligini ko'rmayapsizmi? Ularning shunchalik karomati bormikan? Chingizxon faqat yayloqda hukm suralaydi. Uning otlari shahrimizga uchib kelanmas. Esinglarda bo'lsin. Ular Oltinxonlik bilan Qarqitonlarning nurg'un shahar sepillarini vayron qilib o'tgan. Sizlardek urush xumarda chavandozlaringlarning quruq sho'g'ridan qo'g'ilchi puhralarning jini bilan o'ynashyapsizlar. Danishmanlar aytgan. Quruq qo'l bilan shiddatli salni to'sqilib bo'lmas. Ikki put bilan har qancha kuchapmi yerning silkinishini pasaytgili bo'lmas. Shahardagi begunoh aholini ko'z tutib yarishishga qo'shilish nomus ish emas. Hurmatli janoblari, oqilona hukm chiqarg'aylar. Mo'ng'ul elchilari kirsin. Mo'ng'ul elchilari kirgay! Hurmatli elchilar, anglasam haqiqiy ahvolni o'qimagan ba'zi kishilar sizlarni urib yarlandiribdi. Mas'uliyat menda bo'lmasimi? Sizlardan yanala cho'nqur afu so'rayman. Hech vaqasi yo'q. Peqirlari janoblarni obdan tushunaman. Bu qitim bizning kelishimizga maqsad. Bo'ldi, uxton. Gapning o'chig'ini aytsam, sarkardallarim, bo'libmi imom o'limalarim yarishga qo'shilishni tashabbus qildi. Chunki ular qon to'kilishni xohlamaydi. Yandosh elchingiz Samandar biladi. Shahrimizning ismi Buxoro, bizning tilimizda ilm ma'rifat makoni degan ma'noda. Shunga imom o'limalarning fikriga hurmat qilmay bo'lmaydi. Biroq men mazkur shaharni saqlovchi qo'shinning amir lashkari bo'lg'ashqa sultondan farmon kelmigicha shaharni mahkam saqlash majburiyatim bor. Qo'vuqni ichib taslim bo'lish huquqim yo'q. Chingizxonga yetkazib qo'ygaysizlar. Agar mag'lub bo'lsam, sarkardilarim bilan hech armonsiz jinimni tasadduq qilaman. Bu begunoh imom o'limalar bilan avom fuqarolar balaqazoq uchirmisili bo'ldi. Bo'ladi. Deganlarni Chingizxonga cho'qim aynan yetkazaman. Qo'riqchilarni ko'plak elib, ishgalchini shahardan omon eson uzib qo'yinglar. Bu qo'riqchi sarkarda haqiqatan botir ekan. Lekin u zamonga baxmasa, o'limdan boshqa yo'l yo'q. Nayaga hunarvallar kechalab Shota va shaharni oladigan saymonlarni yozsin. Saharda Buxoroga hujum qilaman. Üstünü yere puhtulu bitinlar. Ha. Sarkarda, chatoq bo'ldi. Qabih o'lmoqlar qo'g'ni ichi yutibdi. Chingizxon shaharga besib kirdi.
Sarkarda, qanday qilamiz? Hammanglar puxrochi yasinib, jeninglarni qutuldiringlar. Selamu ketinglar. Bu yerda endi qig'idek ish qolmadi. To'lay. Mening o'rnimda bu jigarli qahramonni loyiqda uzitib qo'y. Xo'p, xonata. Qulan xotin. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ha, xili yaxshi. Ulug' qog'onning xizmatida bo'la oladigan bo'ldim. Ko'ngil bilganingizga ko'p rahmat. Shaharni ko'rib kelishga bormadingizmi? Buxoro ularning 3-cho'ng shahri. Ko'rib kelishga arziydi. Yaralangan sarkarda chiriklarning holidan xabar elyaptiman. Sizlarcha hajab bormabdilar. Ha. Urushdan keyingi tinchlikni ko'rgim bor. Ammo tinchlikdan keyingi rahimsizlikni ko'rgim yo'q. Alloh egam. Hamma ishni oxirlashtirg'aysan. Onunla! Serkerde! Ne oldu? Mongolla kayını kovuqı besip geldi. Yanda serkerdemço. Koşonunu başlat, ben bilen korgan çekiyorsun. Sultanın yardımını kütümüz. O akşam çelikleri bilen oğurlukçu muhasirden büsüp kaçmakçı boptu iken Mongol çelikleri tutulup kaptı. İşittin küçüğü. Çelikler korganı derhal çekiyorsun. Hop! Çakkan tayarlıla! Mongollar korgan ucum öttü. Ulanı tuzunla! Şu. Tek tutaylı. Gelme. Siz bu taraftan çıkın. Onu kaçırıp ötmeyelim. Yürü lan.
Chingizxonga ma'lum bo'lg'ay, butun shaharni ishg'ol qilib bo'ldik. Elif günahkar nada? Tutildi. Yaraysizlar. Yaxshi qilibsizlar. Jo'chi bilan chaqatayga deb qo'y. Eliqi nafsoniyatchini oldimga ekansin. Uni o'zim bir taraf qilaman. Xo'p. Qublay. Qanchalik odam yaralandi? 5 ming. Uluq qağa. Ming'an bilan yo'lliq Aqay Shandongning Layju arimig'idan chaparman orqali xat avatibdi. Changchun aqsat chuchuji keladigan bo'ptimi? Yo'q. U unimabdi. Kammisi mayli, jahonni jasur jasoratli botir va mushundaq malikilik hunarvanlar bilan og'ili bo'ladi. Ko'ngilchilar bilan joyli roiblar kerak emas. Ha? Shundaqmi? Shundaq. Bo'lmasa ati shotiga yamishib shahar epiqam. Gapning o'chig'ini qilsam, hozir siz bu so'mchilarga yetmayapsiz. Sarkarda Sobotay. Har holda aqlli ekansiz. Ya yasash uchun so'mchi kerak bo'ladiganligini biladi ekansiz. Lekin alni idora qilish uchun alni idora qila oladigan o'limalar kerak bo'ladi. Qadimdan hozirgacha xalqni amin topqizib alni idora qilgan nurg'un o'limalar o'tgan. Mingzi ana shularning biri. U ilgari jahon so'ramoq bo'lsang tish aman mendek jon pido yo'qdir hech qachon degan edi. 3 podshohlik davridagi Jugalyangmi bo'soqdan atlamay turiblar jahonning 3 o'lishini so'ragan. Bularni uqmaydigansiz. Kim u? Mingzi Jugalyang deganlar. Men ularni tonimayman. Faqat sizni taniyman. Siz nima qilmadingiz? Uluq qag'an biladi. Uzun soqol Moqaliga o'ttir tuzdanlikda alni amin topqizib, boshchilik chiqish taklifini bergan edi. Xonqoning shimoldagi joylarning savdo sanoat ikkinchilik ishlari asli kelib, 1 yilda boshchilikdan kirgan kirim xonbaliqdan olgan o'ljilardan eshib ketibdi. Rasmo, mushu uzun soqol turgan yerda undaq jahil roibni yana nima qilamiz? O jahil roib mendimi bakrak pamparosatlik. Uzun soqol, siz hozirda bir parcha maktub tutding. O'tandagi chaparmanlar Shandongga darhol yetkazib bersin. Gap so'zlarni ayt, silah sipay bo'lsin. Qandoqli bo'lmasin u kelib, alni idora qilishimga hamdamda bo'lishib bersin. Ma'qul. Kechilab beja keltiray. Chingizxonning farmonini shahar ichiga yetinglar. Taslim bo'lsa, Chingizxon ularni qo'g'daydi. Hop, chu. Sepili ham egiz ham cho'nkan. Ansam shaharni qo'g'dayotgan sarkarda neni xizmatlarni ko'rsatgan mashhur sarkard ekan. Dahshatli urush bo'lishi mumkin. Uluq qag'an 2 oydan keyin ularning yangi poytaxti Samarqandga uchirishimiz deb farmon qildi. Bu shaharni ammo har qancha tas bo'lsa-mu, cho'qim elishimiz kerak. Hurmatli sarkarda! Sarkarda. İtila!
atıltınlar. Çekileyli! Xo'jand shahrimi qo'ldan ketibdi deb beqinglar. G'olib qo'shinimiz nimishqa mag'lub qo'shinga aylanib qoldi. Ular shaharlarimizni bir-birlab ishg'ol qilg'ili turibdi. Bu zodi qanday ish? Cheriklarni tarqaqlashtirib shaharlarni saqlash chorasi xato bo'lgan. Kuchni to'plab Mo'ng'ullar bilan jon tikib elishgan bo'lsak to'g'ri bo'ladi. Jon tikib? Yengilib qolsaqchi, jon tikib elishganda yengilib qolmaydiganligimizga kim o'ti qila oladi? Ota. Bo'ldi bas. Biz endi Allohga sig'inmoqdan boshqa qo'rq sepillarimizda puxtalayli. Tayyorliqsiz turg'unimizdan foydalanib, Chingizxon yangi poytaxtimiz Samarqandga biz kirmisu yana. Bo'ldi. Mudofaa ishlarini tekshirib beqinglar. Sultan Alileri. İcazet. Sultan Alileri. Çoğunluqını desek, Samarqand her qaysi viloyatlar ichidagi eng cho'ng shahar. Tuproqini desek, har qaysi viloyatlar ichidagi eng munbat joy. Uni Pani olam jannati deyishga bo'ladi. Farislarning qadimgi she'rida mundaq deyilgan. Bu olamda bodisa jannat, ashu jannat shaksiz Samarqand. Selishtirsang uni Baliqga, u tatliqdir bu ochiq faqat. Hay, echini vataman. Bu jannatdek shahar xarobilikqa aylanib ketadigan bo'ldi. Ilohim bu Pani olam jannati do'zaxga aylanmasa edi, egamning dargohiga xotirjam qaytgan bo'lar edim. Undaq bo'lmas. Sultan Alileri shaharda cherik sarvozlar ko'p, uzuq-tuliklar yetarlik. Mo'ng'ullarni cho'qim yengalaymiz. Shahata, hozir yana mening fikrim bo'yicha ish ko'zlim kechikmaymiz. Ya'ni joyligili turding. Birdan bo'lsa-mu oromimni qo'ysang bo'lmasmi? Mo'ng'ullarning menga keltirgan bosh og'rig'imni yetib oshidi-ku. Shahata, cheriklarni Amur daryosi bo'yiga o'rlashtiraylik. Hozirgan dushmanga zarba berish uchun butun shahardagi fuqarolarni safarbar qilib Chingizxon bilan jon tikib elishaylik. Ya'ni shu jon tikib elishishning gapi. Chingizxonmi Mo'ng'ul chavandozlarining ortiqchiligini joriy qildirish uchun bizning shahar sepillarni tashlab chiqib, uning bilan dala urush qilishimizni eng umid qiladi. Xalqni safarbar qilish texmi ahmaydigan ish. Yaqinda texi ulardan keyingi 3 yillik seliqni majburiy yig'diq. G'azabi qaynab turgan fuqarolarni bizga yordamlashudi demsan? Yo'q. Chingizxon kelsa cho'qim begunoh fuqarolarni qirdi, makonimizni dafsanda qiladi. Xalqning g'azabini haqiqiy qayndirganlar dal ular. Shahata, sizlar qo'shinni boshlab jon tikib elishadigan bo'lsalar, tangdasiz saltanatimizni qayta namoyon qila olamiz. Shahzoda Jaloliddin degan to'g'ri, qo'shinimiz har qanday mustahkam qurgan yemirib tashlay oladigan g'olib qo'shin. Lekin hozir ta'limimiz qoch kelyotdi. Balo qazodan qutulishdan ilgari lashkarlarni tarqaqlashtirib shaharni saqlab, dushmanni oldirmay xo'rtayli. Dushmanni xo'rtandiq. Chingizxonning qo'shini tavaymizga besib kirgan chog'dagi 2 tumandan hozir 3 tumanga ko'paygan tursa. Men saltanat taxtiga chiqqandan beri el uchun jon ko'ydirib ishlab kelyapman. Bosh vazir to'rlik martabasiga hazratlaridek odam teq chiqmadi. Ko'pdan buyon Chujuji hazratlarining tariqat yo'lini tutgan Aqsat, hammadan xabardor ulamo ishkanliklarini, oliyjanob fazilatlari, aqsatlik latofatlari bilan uzundan beri tog' cho'qqisida zoitlik yo'lini tutib, istiqomat qilib kelayotganliklarini anglab kelyapman.
urushqa atlangandan keyin hazratlarining Shamnongdagi koni qadamgohlarida hozirgacha tariqat yo'lini tutib kelayotganliklaridan xabar tepib, sizlarga bo'lgan hurmatim texim ochdi. Jahon kangri yo'l yiroq bo'lg'achqa behurmatlik qilib oldilariga o'zim borolmay, yaqin navkarim yo'lliq aqayni hazratlarini malol qilib taklif qilishga shuncha yiroq yerdan arvi bilan huzurlariga avatdim. Hazratlari yiroq ham dashti bayovolliq yo'l azoviga tan salomatliklari yar bermaydiganliklarini bahona qilmay, el yurtning g'am qayg'usini nazarda tutib, malol ko'may mang elni idora qilish xususida ta'lim bergan bo'lsalar. Hazratlari cho'ng-cho'ng ishlarning yo'lini biladiganlar. Hazratlarini hammalarning orzu umidlarini yerda qo'ymaydi degan istak bilan mush xat orqali maqsadlarimni sizlarga izhor qildi. Chingizxon meni bak maqtab etibdi. Men Janziyadek iste'dodliq ham Jo'galyandek tadbirlik emas. Shunga vazirlik martabasiga o'ltirish, elni amin topqizish majburiyatini ado qilish mendek bir tarki dunyo zoitning peshonasiga putilmagan. Hazratlari, janoblari xotirjam bo'lsalar. Chingizxon zamonimizdagi ulug'vor ishlarni vujudga chiqara oladigan, Junxo elini birlikka keltira oladigan otliq tangriqot. U maktubida el-yurtning g'am qayg'usini nazarda tutib debdi-ku. Jahondagi avom xalq uchun men Chingizxonning oldiga boray. Meningcha, mushu xalqliq paytda avom xalqning hayot mamotini belgilaydigan odamga deydiganlarimni aymasligim kerak. Hazratlari ko'p rahmat. Miladi 1220 yılı 5. ayda Changchun haqzat Chuchoji Chingizxonning taklifi bo'yicha yashinib qolganiga qaramay Iroq g'arbi al safariga otlandı. Shuning bilan bir vaqtda Chingizxonning o'z ichiga olgan 4 taram zo'r qo'shinning hammasi dal vaqtida yangi poytaxt Samarqandning sirtida uchrashdi. Bir qitimliq cho'ng urush boshlanish oldida turmoqda edi. Chingizxonga salom. Yaraysizlar. Qasar, Koboyi degan vaqtda bu yerga kelib uchrashdinglar. Ko'rsatgan xizmatinglarni esimda ching saqlab, sizlarni katta inom bilan tartiblayman. Yo'qsa, ulug' qolgan ikkimiz gunohimizni tilab keldik. Ha? Nima gunoh o'tkazdinglar? Xo'jand shahrini elishda 4000 ga yaqin Mo'ng'ul sarkarda cherik yiqildi. Buni sizlardan ko'ngilmaydi. Turinglar. Ulug' qolgan 2-xonzoda, 3-xonzoda bilan Jalma Noyan Qayirxonni yalab kelib talada farmonlarini kutyotdi. Ular kirsin. Xo'p. Ulug' qolgandan farmon 2-Bagzoda, 3-Bagzoda Jalma Noyan kirgay. Ulug' qolgan salom. O'tirar shahrni elishda qanchalik Mo'ng'ul sarkarchiliklari o'ldi? 5000 ga yaqin. Ulug' qolgan. Ming dushmanni yo'qotish uchun 800 odam chiqqan bo'ladi. Bu qadamdan tortib ko'rilayotgan ish. O'tirar shahrini saqlayotgan 3 tumanchilikni yo'qotish uchun aram 5 manchiligimizla chiqqan bo'pti. Buni jiq tegili bo'lmaydi. 2-xonzodani ayblamagaylar. Ikki tuman Mo'ng'ulni 3 daryoning bosh eqinidan, ota-onasining qo'lidan, xotin bolalarining bag'ridan boshlab kelgan edim. Lekin ha degandalar urush boshlanganiga necha oy bo'la bo'lmaylar. Mendim farmon. Bundan keyin o'zligidan taslim bo'lganlik shahar xalqlarining birimi o'ldirilmasin. Lekin Mo'ng'ul qo'shinimizga qarshilik ko'rsatgan shaharlar bo'lsa, shahar ilingandan keyin xalqning birimi qolmasin. Kim men Chingizxonni to'sib qola oladi ekan qani? Urushni paydo qiluvchi tuman qatim o'lsin ozliq qiladigan yiliq bulangchi bilan uning yantoyiga qili.